Bu 5 nafar futbolchi pul uchun klublarini tark etdi. 5-chi Neymar. U Barsadan PSJga o'tdi. U Camp Nou'da sevilardi. U mashhur MSN uchligi tarkibida bo'lgan. Ammo 222 million yevro evaziga eshikni yopdi va Parijga parvoz qildi. 4-chi Joao Felix. Unga bir paytlar kelajak Cristiano Ronaldo deb taralgan. Ammo Yevropada yuqori maqom uchun kurashish o'rniga u Atletikoni tark etdi va An-Nasr bilan shartnoma tuzdi. Atletico muxlislari uchun bu haqiqiy xiyonat edi. 3-chi Teo Hernandez. Milan sardori. Fransiya terma jamoasi yetakchisi, dunyoning eng yaxshi qiyragullaridan biri. Ammo u ham Yevropani tark etib, yaqin sharqqa yo'l oldi va Al Hilol bilan shartnoma tuzdi. 2-chi Darwin Núñez. Liverpoolning asosiy umidi va Benficaning sobiq yulduzi. Ammo u ham pulni afzal ko'rib, Al Hilolga yo'l oldi. Yuzlab million yevrolik shartnoma uning Yevropada eng yaxshi hujumchiga aylanishi haqidagi gaplarni yo'qqa chiqardi. Birinchi yosh Real Madrid futbolchisi. U shu mavsumda klubni tark etib, Saudiyadagi juda ulkan shartnoma uchun yo'l olmoqchi. U Madrid bilan 2 marta Yevropa kubogini yutib bo'lgan va Cristiano Ronaldo vorisi sifatida ko'rilgan. Sen taxmin qilasanmi, bu qaysi futbolchi? Izohda uning nomini yoz.